To'xtab turing. Mana odam. Men siz bilan nomeringizni bilamanmi yo'qmi? Bilmayman. Bozorda ko'rishganmiz, otini ham bilmayman. Mana shu makiyon degasiz mana. Uyda turibdimi? Sotasizmi? Bu bilan taniyapsizlar? 400 mingga berishmadi, mayli. Olmaysizmi og'iga? Yo'q. Qo'shib olib qo'ying-ku. Qanchaga bitta og'ri? Qarang. 1, 2, 3. 320, 330, 340, 350. Ana, barakasini berib ber. Baraka. Nasıl bolani deb 1,5 ming, 2 ming odam menga telefon qilib, meni vaqt qiynab bering, pulingizni beraman. Pul uchun emas. To'xtang, agar mana shu yigit bilan intervyu olishimizni xohlasangiz, ushbu video atiga 100 ming prosmotr va bor-yo'g'i 10 mingta layk yig'ishi kerak. Qidirib borib uydan intervyu olamiz. Bu bolaning uyida noyob dekorativniy parandalar juda ham. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Marg'ozon ko'rgili, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun hafta kuniga shanba, 2026-yil hafta kuniga shanba jamoaviy parranda bozorini sizlarga to'liq obzorini qo'ldan kelgancha qilib berishga harakat qilamiz. Like, podpiskani ayamaysizlar. Bir nechada kirishda mana qushdan boshlaymiz o'rtoq. Bizning kanalda garchi xo'roz parranda ishqibozlari ko'p bo'lsa ham, lekin qo'yish dekorativ parrandalar ishqibozi ham juda ham ko'pmiz deb kommentariyga yozib belgilab ketasizlar. Mana karelladan boshlaymiz o'rtoqlar. Karellani sariq rangidagi va kulrang rangidagi bor ekan. Karellamiz qanchadan toqa bugunga? Karellalar juda 200 ming. Jupi 300 ming so'm ishlab turgan bular, ha? Kattalari. Meladushkalarimiz qanchadan? 250 ming. Bir jupi kattalari. Hop, papugaylar. Ular 150 ming jupi. Papugaylarimiz mana. Kanariykalarimiz 180 dan 350 gacha yoshiga qarab. 180 mingdan 350 minggacha yoshiga qarab jupi, to'g'rimi jupi? Jupi. Va bundan tashqari o'rtoqlar do'ydish, suvdish, hamma yo'llari bor o'rtoqlar. Mana bu idishlarni shunday qo'yib qo'yasiz-da, ilgaga bor. Tozalagani ham juda ham udobni. Qapaschalar, uyachalar. Mana bunga juda ham qiziqdim. Vitaminli suvlar to'ldirib qo'yasiz. O'zi mana bu yerdan tushib, jo'jalar juda ham ichishga juda ham zo'r ekanda. Gap so'z bo'lishi mumkin. Buni narxi 55 ming bu. 55 ming? Yo'q, 35 ming. 35 ming arzon ekan. Gap so'z yo'q. Mana bu karelladan taqassida. Mana papugay neratushkalar 20 ming, 35 ming. 35 ming gap yo'q. Ular suv idishlaydi. Nomer takrorlab qo'yaylik. 93lar. Aha. 403 403 37 20. 37 20 raqamlarga telefon qilasizlar. Bemalol yetkazib qilib berishaveradi. Shuni berdi-da, to'g'rimi? Hozirsi o'rtoqlar. 1 million ekan. O'rtoqlar, takam makiyonlar, oq oyoq xo'roz, qora oyoq makiyonlar ekan. Nech puldan deyapsiz aka bularni? Uchalasini hozir 8. Uchalasi 800 ming deyapsiz, baho qilyapman. Deyapsiz, ha? Uchalasini mana 800 ming so'm narx aytyapti ekanlar o'rtoqlar. Bugun sotilmay qolsa, mamoda telefon nomeringiz bormi? Telefon nomeri bor. Ayting. Endi bo'ldi. Sotilmay qolsa so'yimiz deydi. Juda ko'pchilik mendan nomer so'rang deydi-da. Xolis aytaman, mana shu bozorda kamdan kam odam nomer beradi. Shuning uchun bir ikki marta nomer so'raganimda aka, "Ya qo'y, nima qilasan nomerimni" deganda, shuning uchun past ketib nomer so'ragim kelmaydi. Siz yosh kattasidan so'rab qo'ydim. Qiziqqani bor-da, arzon xoriz olaman degan. Hozir men parvozdan so'rasam ko'p xijolat qilib bermaydi. Chinasi sizniki ham? Chetkada baylab. O'rtoqlar, mana shuning uchun parvozlardan nomer so'rayman. Bu nech pul bu? 800 ming kam. 800 ming kam. Qaysi oy bu? Iyun. Iyun ekan. Iyun. Gavdasi zo'r ekan lekin, ha? Yaxshi. Nechta bor bundan bunda? Juda og'ir. Og'irgisimi? Mamoda sotilmay qolsangiz nomer berasizmi? Necha nomer? 253 253 96 96 Iyun. Ozg'in lekin yaxshi ekan, ha? Gap yo'q. O'rtoqlar mana. Juda ham chiroyli kelishgan hozir ekan. Bular 800 ming so'm. Shunida nech pul bunisi? 500 ming bunisi. Bunisi kichkina ekan, 500 ming so'm. Gap yo'q. Xo'roz. Ana. Bola jo'ja ekan, ha? Nech pul narx aytyapsiz? 700 ming kam bor. Oyoqlari top-toza ekan, ha, oyoqlari. Gap so'z yo'q. To'lovda ekan. Akar qaydan ekan? To'xtab turing. Mana shu odam. Men siz bilan nomeringizni bilamanmi yo'qmi? Bilmayman.
Bozorda ko'rishganmiz, otini ham bilmayman. Mana shu makiyon degasiz mana. Uyda turibdi-mi? Sotasizmi? Sotmaysiz, ha? Menda yo'qmi, bolasimi, qizimi, do'konasi yo'qmi? Endi yil bo'lalarsiz. Bir oladi. Menga berasizmi, olasiz, bolasini? Sotasiz, pulini beraman, ha? Mana shu odam o'rtoqlar. Haligi nima deydi? Photoshop qilingan makiyon degasiz mana. Voy joningiz sog' bo'lsin. Bizga ko'payib qoldim bular. Makiyonlar hech pul. Bloger. Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat. Ha? Qancha kami bor? Sizlarga savol kelyapti. Qaysi oy bular? Iyun aka, iyun. Hammasi, ha? Iyun. Cho'ja yashroq bu. Tuxumga kirdimi mana vakillar? Hali bor. Bola cho'ch qo'yolardi, qarang, tozalasalar ekan. Joningiz sog' bo'lsin. Vakillarni qanday deyapsiz? 700. Ona degan narsa bor ekan-da. Hali bor ekan. Cho'ragan makiyonlar, ha? O'rtoqlar makiyonlarda jupi 700 ming ekan. Iyunus. Hali kishiga kirmabdi. Bu xo'roz mana bu ham 700 ming. Gabidan olib ko'tarishga kelisakda, xudo xolasa. Cho'ja. Katta bo'lib ketadi. Bu turishidan bugun sotilib ketarishga makiyonlarda odamlar o'rab oldi-ku. Bu yomon uchar ekan, ha? 2 metr tepaga uchar ekan. Haylab turaylikchi, uchgandan olaylikchi. Ha. Haylab turaylikchi, uchsa olamiz. Shuni baylayapmiz o'rtoqlar. Bittirib qo'ydik, ha. Qancha baho bo'lyapti aka? 300 ming. Og'a biron marta berinchi xo'p. Dedim, tolaka endi. 300 ming baho bo'lyapti. Bitirib qolib. Necha pul ekan makiyon aka? Baho qildimi? Qancha? Aytavering-chi. 1 million. Sherigini sotdim. Ha, bu ham 1 million. Sherigini 1 millionga berdilar, buni hozir bozorda 300 ming baho qilyaptimi? Siqilyapsizmi? Olib ko'raymi? Cho'rasizmi istalikka? Meni olma. Yo'q, ular mard odam cho'radi, Qahramon aka. Qo'shini olinglar deymiz aka. Necha pul ekan tog'a bu? 500 ming so'm narx aytilyapti mana. Nechi tulak bu? Nechi tulak? O'tkayli, Fevral. Yoshiga yetib o'tyapti ekan, ha? Yoshiga yetyapti ekan deylik. Yoshiga yetyapti ekan mana. 500 ming so'm narx aytilibdi. Bozorda bersin. Buni oldik-a buni. Bu qanchaga kirdi? 350. Fotoratsiya kelib buni xudo xolasa. Nasib qilsa, mayli. Barakasini bersin. Mana o'sha Akbar hoji buvamiz. Tog'a yaxshimi, sirchimi? Obunachilar ko'pchilik salom yo'llayapti. Keyingi payt muxlislarning qalbidan chuqur joy olgansiz. Yashang, tan joningiz sog' bo'lsin. Alloh yaxshimi? Yaxshi aka. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Bugun o'rtoqlar vog'li keldik bozorga. Haqiqatan xo'roz kam chiqib, to'g'rimi? Videoga oladigan xo'roz yo'q deyarli. To'g'risini aytish kerak. Bitta mandalasini videoga olib sizlarga ko'rsatyapmiz. Kami ko'rsatib bo'lmaysiz. Hozir yaxshisi kam. Yo'q, kam yaxshisi yo'q. Yo'q. Mana aka. Necha pul aka bu oldingizmi? 150 ga oldim. Oldingizmi? 350 ga olibdilar mana akamiz. Barakasini bersin. Yaxshi xo'roz ekan, ha? Cho'ja yoshroq ekan, ha? Aprel ekan. Gap yo'q. Bitta like bosib qo'yasizlar. Qancha bo'ldi oxiri? 400 ming bo'ldi. Makiyonlarni o'zi, ha? Baraka bo'ldimi? Gap yo'q. Chiroyli makiyon ekan. Bu bilan taniyapsizlar, ha? 400 mingga berishmadi, mayli. Olmaysizmi haliga? Yo'q. Qo'shib olib qo'ying-ku. Kim qo'ysa ustiga kelib yurib olaveraman. Bu, nachinchi biz bu. Voy joningiz sog' bo'lsin. Necha puldan oldingizmi bularni yo? Ber deyapman men senga. O'zi nuqul dekorativ bo'lar ekanda bu boladan. Qancha qilyapsizmi? Hammasiga? Sen sotaram buni To'rttasiga 500 ming. Qaysi biri tuxumda? Qaysi biri tuxumda? Ikkitasi tuxumda, mana shu bilan uni qo'ying. Bittasi menga aytdingiz, Santabek. Mana shularning hammasini olaman. 300 mingga olibdi aka. Mana. Qancha beryapsiz? 300 mingga olibdi. Foydasini beraman. Yetdinda shunday 100 kelganimizdan keyin men ham qattiq qilib qilaman senga. Berib qo'yasiz, o'y. Aka sizga manchaga sotdim. Necha 100 mingga sotdim?
350 mingga oldim. Var baraka. Maydalamayman. Var baraka. 350 ming so'm. Och yopma. Men hozir 350 ming pul berdim. 300 mingga olgan ekan. Endi meni qo'limda ishlasang, men ham qattiqlik Ha, men olaman 250 ming. Setgan kerak emas o'g'lim. Ishtasini ekan aka. Uni barmog'i ham katta shekilli. Ma'lum. Pul berma. Zo'r pul berdingiz mana qarang. 350 ming pul berilyapti mana. Mayli, kimgadir nasib qiladi. Shu mana glanolangni qo'yib oldim. Va, qarang. Aka. Mana, o'rtoqlar. Bizda yolg'on gap bo'lmaydi. Ochingchi onani. Sotmasdan qaytarib o'zi olib qo'yibdi mana. Bolasini olgan yaxshi xo'roz qo'yibdi. Topib beramiz, bo'ptimi? Endi yo'q. Mana. Qani? Nech pul beraymi o'yin kelasiga bu? Yekdan soting. Ha, bo'lmasa bile to'rtdan. Mana bolani olib 1,5 ming, 2 ming odam menga telefon qilib meni vash qiynab-berdi. Ha bering, pulingizni beraman. Pul uchun emas, tekinga olib beraman. Bermas ekan bu bola. Gap yo'q. Buyur nasib qilgan. Ber bolanga. Ular ikkalasi savdoga birga ishlaydi. Ularga bo'lishni ham keragi yo'q, qo'shilishni ham kerak, o'zi biladi. Kurki bo'lsa o'zingga beraman. Men kunda yuradi, xolos. Podvalda kam. Ana. Bitmadi mana. Bitsa qo'yib qo'yasizlar, ha? Gap yo'q. Ular ham bitmay turibdi mana. Gap yo'q. Ular nech puldan ekan ular? 1 million deyapsiz. Ikkalasini. Yo'q, xo'roz. Xo'roz 1 million. Bunisi-chi? Nakan u aganiki 300 ming. Nakan 300 ming. Xo'roz 1 million ekan. Bu qanaqa xo'roz? Zalatskiy Turkdan chiqqan. Nomi zoti. Turkdan chiqqan, ha? Nech pul bu? Bu 600 ming kam. 600 ming kam. Baho qildimi? 300 ming qilyapti. 300 ming qiladi. Buni qancha qildi? 350 ming qilyapti. 350 ming baho qilyapti o'rtoqlar. Bu qaysi oy edi bu? Bu iyinda chiqqan. Iyunda chiqqan. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Barakasini bersin. Mashina ish bilan aka, xo'roz. 800 ming. 800 ming baho ko'rdimi? Yo'q, hozir keldik. Hozir keldingiz. Qaysi oy bu? Aprelda oxir. Aprelda oxiri mana. 800 ming so'm ekan. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Qanchaga bitta oxiri? Qarang. 1, 2, 3, 320, 330, 340, 350. Ana, barakasini berib ber. Bor baraka. Jon akam, Hey. Ana, savdoni qarang, qiziqligini. Sen bilan aytdingmi? Boshqacha bozorni qo'y, boshqa joyda ko'raman. O'g'il bo'l. Bizga to'g'ri kelmaydi. Bor baraka. Yana bada yellama o'tib beradi. 1 milliard. Kurki bo'lsa o'zingga beraman. Men uyimda degan qolmaydi. Bor baraka. Bor baraka mana ketdi, ana qo'yadi. Haqiqatan kerak. Uyimda qolmaydi. Gap yo'q, barakasini. Podvalga to'ldiryapman. Buni ham olib qo'yinglar, buni ham. Olmasalaring mana internet bo'ladi. Endi 350 tabaqa ber, makamni sen ol. Endi 350 dan o'tkazaver. Ber. 400 ming pulim qolmadi. To'rtta tovuqqa ikkita olyapsan. Sразу 300 ziyon. bor ekansan. Savdoni qiziqligini qarang. 400 ming beraman. Berasiz. Ustiga qo'sh. Bor baraka mana ketdi. 400 ming sotildi. Endi sen qaysidir bittani ol sen. Damni pishirib qo'yadim. Pulni berishim bo'ldi. Zo'r savdo bo'ldi mana, barakasini bersin. Oladi, sotadi, foydasiga tas. Bozor ham yaxshi ekan sizlar. Mana. Bor baraka. Shekilama ketdi o'rtoqlar. Koreya shekillar bu, ha? Qancha bu narxi? Narxi qancha deyapsiz? Hozir berasizmi? 800 ming, 600 ming mana. Berasizmi aka? Baho bo'lyapti ekan bu. Bu sotilib ketishi aniq buni. Toza ekanda o'rtoqlar bu. Gap yo'q. Bir xil ekan ekan. Menda ham bor, qanotida kulli bor, dumida ham puli bor ekan. Sizdan to'g'ri bu? Nech puldan? Ha, mana yargisi. 2600 ming so'm. Baho qildimi? Fatma Zohra. Uch so'rtasiz, adin sotmaysiz. Qancha so'rashyapti? Ular so'rashadi. Endi keldingiz, ha? O'rdaklar nech pulda? O'rdak trendda hozir. 110 mingni sotildi. 100 mingni olib 110 mingni berib berdi. 10 ming qo'yasiz. 10 ming barakasi. Zo'r savdo qilsiz. Gap yo'q. Qora tovuqlarni zo'r ketdimi? Aka, assalomu alaykum. O'zi yaxshimi, chachimiz? Nech pul xo'rozlar? Ey tog'a. Sizlarmi? 100 mingdan? Donasi 100 mingdan. Donasi 270 ta. 100 ming. Chiroyli. Yosh ekan lekin. Yosh jo'jalar ekan. Qulanch qulansiz emas.
Quyon nechi pul? 500 ming, tagidaga 200 ming, bunisi 500 ming, anasi 35 ming. Ular 35 ming ha? Katta ekan 500 millionlar, 200 ming. Bu ham 500 million juda katta ekan. Hammasi borovda. Hammasi parovda yaxshi quyonlar ekan. O'ynagin naroqda. Xo'rozlar 120 dan kam bor. Rozlar 120 dan kam bor. Bunlar 300 ming, 350 ming. Bu 50 ming qo'shib olyapti, siz aytsangiz. Senikimi? Ha, bo'lar ekan. 350 ming. 40 bo'lgani yo'qmi? 40 bo'lgani? Salom. Siz yaxshimi? Yaxshimi? Fikringda ayt. Ochiq o'ylang fikringda. Kameraga qalqilsin. Bozorda boshqa oladigan mondor narsa yo'q. Shular bilan band bo'ldik. Kelasi videoda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar. Like bosingizdan chiqmasin. Salom deb qo'ying oxirida. Obunachilar assalomu alaykum. Gap yo'q.